Oldin patologda bir dona lampochka bo'lardi, sariq. Hozir qaranglar, juda ham boshqacha bo'lib ketgan. Buni hozir nomini kosmosning lustra deb qo'yishar ekan. Razmerini qaranglar, 180 atrofida, 2 metrlik ham bor ekan. Temolning vazni juda ham yengil, 20 kilo atrofida kelar ekan. MDF bilan tunikafonni kombinatsiya qilingan. Ranglarning umuman farqi yo'q. Narxlari keladigan bo'lsak, mana shu 2 metrligini narxini ham $160 qilib berishar ekan. 180ligini narxini ham $160 qilib berishar ekan. Bundan tashqari mana bunaqangi kichkina holatda bo'ladigan bo'lsa, $140 dan boshlanar ekan. Ranglarning umuman farqi yo'q. Dastavka kelishilgan holatda O'zbekiston bo'ylab bir kunda yetkazib beriladi, zakaz qilsalar. Bundan tashqari esingi davlatlar bo'ladigan bo'lsa, biznesmen akalar uchun kargodan yetkazib berishyapti ekan. Tunikafonchi, optimchi akalar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, yetkazib berish bor. Bundan tashqari tunikafon xizmatlari ham bor. Tunikafon xizmatidan qidiradigan bo'lsa, shuni bepulga o'rnatib berishar ekan. Ekran nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyada fikrlarini qoldiraman. Oddiy lampochka yaxshimi yoki mana shu lustradan qo'yish kerak? Nima deysizlar o'zi?